Aziz kanalımdaki futbolcu obunachilar, bugungi durishimiz Otamo'min to'yxonasida ajoyib 2 qavatli 195 metr kvadrat hovli joyimiz sotuvga chiqdi ekan. Hovli joyimiz 3 qavatdan iborat ekan. Hozirgi kunda burchakcha eldan o'ch ishchanani yetib turibdi ekan. Plus garajga ega ekan obunachilar. Xullas, o'xshi 5 xonadan iborat ekan. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 1 milliard o'xshi 195 metr kvadrat. Garaj qismidan boshlaymiz. Hozir ishchani yetkazilgan joy bendan balandligi dum baland ekan. Oldi qismidan bog'iga, orqa qismidan bog'iga. Yozuv hojatxona joyimiz 3 qavatdan iborat ekan. Bu birinchi qavatdan podoldan bemalol foydalansa bo'ladi. Og'alarning o'zi xohish istagi Lesisamdan chiqamiz. Lesisamdan beradi. Chiqqanni oshxonani qarshi oladi. Pishgan karuj, naisi, xom karuj. Sonucumuz berimizga xonasida mehmonxonasi, spalni. Endiki navbatga kelsak, bu hol qismimiz. Hol qismidan keyin girishda chap tomonda berimizga zal qismimiz. Xullas, birinchi qavatda hol, mehmonxona, sonucu oshxona, spalnidan iborat ekan. Plus afzalligi balkon ham bor. Sim montajdan kelsak, mis sim 100%. Yana og'och bilan bostirilgan ekan. Ko'p odam biladi, xalq sevgan bizamizda Abi Sabirovni mahallasi ekan borligini. Benim sanojinimiz, benim yana bir xonamiz. Yana bir xonamiz. Qusham girib, yana 2 minut deydi. Qusham patent tashab ketadi deydi-ku, qurilish bo'lib turgan joy deydi. Haqiqatdan yana maqola amaliyot tutdi qusham. Narxi obunachilar 195. Kvadrati 195 metr kvadrat, narxi 1 milliard so'm. Telefon istamasang 8510 30 dan olib chiqasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.